Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Janubiy Koreya Respublikasining Atomi kompaniyasida ishlab chiqarilgan Xemaxem preparati haqida suhbat yuritamiz. Xemaxem 3 ta giyohdan tayyorlangan tabiiy biologik faol qo'shimcha bo'lib, butun organizmni, jumladan jigarni ham turli xil toksinlardan va boshqa keraksiz moddalardan tozalaydigan biologik faol qo'shimcha hisoblanadi. Bu og'riq qoldiruvchi, charchoqlarni chiqaruvchi, odamga energiya beruvchi, uchun profilaktika maqsadida ham, davo maqsadida ham buni hammaga tavsiya etaman. Uni bir paketchadan och qoringa oddiy suvga eritilgan holda kuniga 2 mahal ertalab va kechki payt tavsiya etiladi. Undan tashqari Xemaxem charchoqni qoldiruvchi, uyquga ham yaxshi ta'sir etuvchi hamda asosiysi immunitetni ko'taruvchi va antioksidant biologik faol qo'shimcha hisoblanadi. Kichkina ho'plamlar bilan qultumlab ichiladi.